Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha juda muhim tafsilotlarni tushuntirib beraman. Chunki bu masala faqat bir guruh odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Kimningdir ota-onasi pensiyada, kimningdir o'zi pensiya oladi. Yana kimdir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya bilan yashayapti. Eng xavflisi shundaki, ayrim odamlar ustama borligini eshitadi, lekin qaysi holatda berilishi, qachon hisoblanishi, kimga avtomatik tushishi, kim esa ariza bilan murojaat qilishi kerakligini bilmagani uchun pulini vaqtida ola olmaydi. Shuning uchun hozir aytadigan gaplarimni diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga bevosita pul, muddat va hujjat masalasida yordam berishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda murakkab hujjat tilini oddiy odam tushunadigan qilib izohlab beraman. Avvalgi tartibda ko'p pensionerlar ustama masalasini faqat pensiya oshirilganda yoki umumiy indeksatsiya bo'lganda eshitardi. Ya'ni odamlar odatda shunday o'ylardi. Pensiya oshsa hammaniki bir xil foizga oshadi bo'ldi. Lekin amalda har doim hammasi shunchalik oddiy emas. Pensiyaning asosiy miqdori alohida, qo'shimcha to'lovlar alohida, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam alohida hisoblanadi. Kuzgi ustama deganda ham aynan mana shu joyda ko'pchilik chalkashadi. Oldin ko'p hollarda pensioner faqat bank kartasiga yoki naqd pul yetkazib berish sanasiga qarardi. Masalan, har oy yangi sanada pul tutsa, u faqat tushgan summani ko'radi. Agar oldingi oy 20 million 200 ming so'm olgan bo'lsa, keyingi oy 20 million 260 ming so'm tushsa, demak oshibdi deb qo'yadi. Lekin bu 60 ming so'm nima uchun qo'shildi? Doimiy yoki bir martalikmi? Keyingi oy ham keladimi? Qayta hisob kitob natijasimi yoki vaqtinchalik ustamami? Ko'p odam aniqlashtirmaydi. Natijada bir necha oydan keyin pul kamayib qolsa, vahima boshlanadi. Hozir o'zgargan asosiy narsa shuki, ustamalarni hisoblashda pensionerning toifasi, pensiya turi, ish staji, yashash holati, nogironlik guruhi, qo'shimcha imtiyozga egaligi va ayrim hollarda ariza bergan bermagani muhim bo'lib qoladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har qanday ustama ham hammaga bir xil tarzda berilmaydi. Qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv har doim to'g'ri emas. Lekin menga hech narsa tegmaydi deb qo'l siltash ham katta xato bo'lishi mumkin. Kuzgi ustama deganda odatda kuz oylarida pensiya yoki ijtimoiy to'lovlarga qo'shiladigan qo'shimcha mablag', qayta hisob kitob yoki alohida to'ydagi pensionerlar uchun belgilangan qo'shimcha to'lov tushuniladi. Bu har doim bitta nom bilan kelmasligi mumkin. Ba'zan u pensiya miqdorining oshishi sifatida ko'rinadi. Ba'zan alohida satrda kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, ustama yoki ijtimoiy yordam sifatida aks etadi. Ba'zan esa oldingi oylar uchun farq bir yo'la to'lab beriladi. Masalan, pensioner avgust oyida 1 million 500 ming so'm olgan, sentabrda esa 1 million 600 ming so'm tushgan bo'lishi mumkin. Bu yerda bir oyda 1 ming so'm qo'shimcha kelgani ko'rinadi. Lekin uning ichida 1 ming so'm doimiy oshirilgan pensiya bo'lishi, 7 ming so'm esa oldingi davr uchun qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Agar odam buni aniqlamasa, oktyabrda 1 million 260 ming so'm tushganda mendan pul kesib olishdi deb o'ylaydi. Aslida esa sentabrdagi qo'shimcha bir martalik bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Ikki pensioner bir mahallada yashaydi. Birinchisi yoshga doir pensiya oladi. Ish staji 35 yil. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Ikkinchisi nogironlik pensiyasi oladi, staji kamroq. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Kuzgi ustama kelganda birinchisiga 1 ming so'm, ikkinchisiga 1 ming so'm qo'shilishi mumkin. Nega? Chunki ayrim qo'shimchalar pensiya miqdoriga qarab emas, ijtimoiy holatga qarab belgilanadi. Ba'zan kam pensiya oluvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq qo'shimcha beriladi. Ba'zan nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki alohida imtiyozli toifalar ustuvor bo'ladi. Men birinchi navbatda kam pensiya oladigan pensionerlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Agar sizning pensiyangiz eng zarur xarajatlarni qoplashga zo'rg'a yetayotgan bo'lsa, har qanday ustama siz uchun muhim. Bu yerda 80 ming yoki 20 ming so'm ham arzimas pul emas. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, yo'l xarajati bor. Shuning uchun mayli o'zi tushsa tushar deb kutib o'tirmaslik kerak. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolarda qo'shimcha hujjatlar
tibbiy xulosa nogironlik guruhi muddati qayta ko'rikdan o'tish sanasi muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi muddati sentabrda tugagan, lekin odam tibbiy komissiyaga vaqtida bormagan bo'lsa, ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Keyin hujjat tiklangach farq to'lanishi ehtimoli bor. Lekin buning uchun ariza va tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olgan oilalar. Bunday oilalarda bolalar soni ularning yoshi o'qish holati. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgani yoki o'qimayotgani juda muhim. Masalan, 25 yoshga to'lgan bola kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Kuzgi davr aynan o'quv yili boshlanadigan vaqt bo'lgani uchun bu nuqta juda muhim. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu qonuniy holat, lekin ayrim ustamalarni hisoblashda ish haqi, bandlik holati yoki majburiy badallar bo'yicha ma'lumotlar inobatga olinishi mumkin. Ishlayotgan pensioner, men pensiyadaman, menga hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Ish joyidan ma'lumotlar to'g'ri ketganmi? Mehnat staji kiritilganmi? Oxirgi ish davri hisobga olinganmi? Shularni tekshirish foydali. Agar sizning pensiyangiz doimiy to'g'ri tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, yashash joyingiz va bank rekvizitlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, odatda ustama avtomatik hisoblanadi. Bunday holatda har kuni idoraga borib navbatda turish shart emas. Lekin men baribir bir marta tekshirishni tavsiya qilaman. Oxirgi to'lov summasini oldingi oy bilan solishtiring. Bank ilovasidan yoki pensiya to'lov varaqasidan qanday satrlar borligini ko'ring. Ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin bo'lgan yana bir guruh. Yaqinda pensiya tayinlangan va barcha hujjatlari elektron bazaga to'liq kiritilgan pensionerlar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, staj, imtiyozli davrlar to'g'ri tekshirilgan bo'lsa, ko'p hollarda qo'shimcha qayta ariza talab qilinmaydi. Ammo bu umuman tekshirmang degani emas. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Bitta eski ish joyi stajga kirmagan bo'ladi. Odam esa yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Keling, hayotga yaqin misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, 67 yoshli pensioner ayol oyga 1.320.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Kuzgi davrida unga qo'shimcha 20.000 so'm tushdi. U buni oddiy o'shish deb o'yladi. Keyingi oy esa 1.306.000 so'm tushdi. Ayol 6.000 so'm olib qo'yishdi deb xavotirlandi. Tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, birinchi oyda 6.000 so'm doimiy o'sish, yana 6.000 so'm oldingi davr farqi sifatida berilgan. Demak, hech kim undan pul olib qo'ymagan, faqat bir martalik farq tugagan. Ikkinchi holat. 72 yoshli erkak bartam yil ishlagan, pensiyasi 2.100.000 so'm. Qo'shnisi 1.400.000 so'm pensiya oladi. Kuzgi qo'shimcha kelganda qo'shniga 1.000 so'm, unga esa 90.000 so'm qo'shildi. U men ko'proq ishlaganman, nega menga kamroq deb norozilik bildirdi. Bu yerda sabab shunday bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov ish stajiga emas, kam ta'minlangan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash mezoniga bog'langan bo'ladi. Ya'ni ba'zi ustamalar pensiyaning kattaligiga qarab emas, ehtiyoj darajasiga qarab belgilanadi. Uchinchi holat, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila bor. Ona 2 farzandi uchun to'lov oladi. Katta farzand 18 yoshga to'ldi va universitetga kirdi. Agar o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar ma'lumotnoma kechiksa, to'lov vaqtincha kamayadi. Keyin hujjat topshirilganda qayta tiklanishi mumkin. Lekin bu jarayon bir necha hafta yoki bir oy vaqt oladi. Kuzda aynan shu masala ko'p uchraydi. 4-holat. Ishlayotgan pensionerning ish staji pensiyaga chiqqandan keyin ham ortib borgan. U 3 yil davomida qo'shimcha ishlagan, lekin pensiyasini qayta hisoblatmagan. Kuzgi ustama haqida eshitib idoraga borganda, uning oxirgi ish davri pensiya hisobiga to'liq kirmagani aniqlangan. Natijada u faqat kuzgi ustamani emas, balki pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini ham qo'lga kiritadi. Bu juda muhim. Chunki ba'zan odam bir martalik qo'shimcha uchun boradi. Aslida esa doimiy pensiyasini oshirishga asos topiladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi istisno, hamma qo'shimcha avtomatik tushmaydi.
Ayrim to'lovlar davlat bazalaridagi ma'lumotlar asosida avtomatik hisoblanadi. Lekin ba'zida ma'lumot noto'g'ri, eskirgan yoki to'liq bo'lmasa, odam o'zi murojaat qilishi kerak bo'ladi. Masalan, familiya o'zgargan, pasport yangilangan, yashash manzili boshqa hududga o'tgan, bank bartasi almashtirilgan, nogironlik hujjati yangilangan bo'lsa, tizimda kechikish bo'lishi mumkin. Ikkinchi istisno ro'yxatda turish joyi. Ayrim pensionerlar bir tumanda ro'yxatda, boshqa tumanda yashaydi. Pul bank kartasiga tushayotgan bo'lsa ham, ayrim ijtimoiy yordamlar hududiy ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, mahalla ijtimoiy himoya organi yoki pensiya jamg'armasi bo'limi odamning amaldagi yashash holatini aniqlashi kerak bo'ladi. Shuning uchun manzil o'zgarsa, baribir karta ishlayapti deb yurish to'g'ri emas. Uchinchi istisno, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kredit, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiyatlar sababli pensiyasidan ma'lum miqdor ushlab qolinayotganini ko'rishi mumkin. Ustama tushganda ham umumiy summa ichidan ushlab qolishlar bo'lishi ehtimoli bor. Odam esa ustama berilmadi deb o'ylaydi. Aslida ustama hisoblangan, lekin umumiy to'lovdan qonuniy ushlab qolish amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun to'lov tafsilotini so'rash kerak. 4-istisno, bir martalik va doimiy to'lovni farqlash. Men buni alohida ta'kidlayman. Agar siz bir oy ko'proq pul olgan bo'lsangiz, bu har doim kelasi oy ham shuncha bo'ladi degani emas. Qayta hisob-kitob farqi, kechikkan to'lov, bir martalik yordam, kompensatsiya va doimiy pensiya oshishi bir-biridan farq qiladi. Eng to'g'ri yo'l. To'lov varaqasida yoki mas'ul xodimdan bu summa doimiymi yoki bir martalikmi deb aniq so'rash. Birinchi nozik jihat, ariza sanasi. Ayrim hollarda qo'shimcha to'lov huquqi odamda oldindan mavjud bo'ladi. Lekin pul ariza berilgan kundan yoki hujjat topshirilgan oydan hisoblanadi. Masalan, pensioner imtiyozli toifaga kiradi, lekin buni tasdiqlovchi hujjatni 3 oy kech topshiradi. Natijada ayrim to'lovlar faqat murojaatdan keyin boshlanishi mumkin. Shuning uchun huquqim bor edi-ku degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Huquqni hujjat bilan tasdiqlash va vaqtida murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hujjatdagi bitta xato. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, mehnat daftarchasidagi yozuv, ish joyi nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, qayta hisoblash cho'ziladi. Masalan, mehnat daftarchasida korxona nomi eski shaklda yozilgan, arxiv ma'lumotida esa boshqa nom bilan chiqqan. Bunday holatda mas'ul organ qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu odamni qiynaydi, lekin sababi tushunarli. Pul davlat mablag'i hisobidan to'lanadi. Shuning uchun asos aniq bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi va naqd to'lov. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, ayrim odamlar faqat SMS xabarini ko'radi. SMSda umumiy summa chiqadi, lekin tarkibi ko'rinmaydi. Naqd oluvchilarda ham shunday. Qo'liga pul tegadi, lekin qaysi qismi pensiya, qaysi qismi ustama ekanini bilmaydi. Men har doim maslahat beraman. Kamida bir marta to'lov tafsilotini so'rang. Bu sizning haqqingiz. Siz mening pensiyam qanday hisoblanganini tushuntirib bering deyishga haqlisiz. 4-nozik jihat. Boshqa yordamlar bilan bog'liqlik. Ayrim ijtimoiy yordamlar oilaning umumiy daromadi, yashash sharoiti yoki alohida mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensiyaga ustama qo'shilgani boshqa yordam turiga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Bu alohida tekshiriladi. Masalan, oilada bir nechta daromad manbai bo'lsa, mahalla orqali beriladigan ayrim yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hamma uchun shunday degani emas, lekin e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik pensiya tushumlarini solishtiring. Avgust, sentabr, oktyabr yoki sizda mavjud bo'lgan oxirgi 3 oy summasini yozib chiqing. Qog'ozga oddiy jadval qilib yozsangiz ham bo'ladi. Oy, tushgan summa. Oldingi oyga nisbatan farq izoh. Farq katta bo'lsa sababini aniqlash kerak. Farq kichik bo'lsa ham, ayniqsa kam pensiya oluvchilar uchun tekshirish foydali. Ikkinchi qadam, to'lov tarkibini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, tegishli ijtimoiy himoya organiga yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Siz shunday deb so'rashingiz kerak. Mening oxirgi to'lovim tarkibida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, bir martalik farq bormi, doimiy qo'shimcha bormi? Savolni umumiy bermang. Nega kam tushdi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq savol aniq javob beradi. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank rekvizitlari.
mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar, o'quvchi yoki talaba bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy manba orqali ro'yxatni aniqlashtiring. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, menga kuzgi ustama va pensiya qayta hisob kitobi bo'yicha to'lovlarim tarkibini tushuntirib berishingizni, agar qo'shimcha to'lovga huquqim mavjud bo'lsa, uni hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar aniq oyda pul kam tushgan bo'lsa, 2024 yil sentabr va oktyabr oylarida pensiya to'lovlarim miqdori o'zgargani sababli hisob kitob tafsilotini taqdim etishingizni so'rayman kabi yoziladi. Sana, telefon raqam, imzo, hujjat nusxalari bo'lishi kerak. 5-qadam, javobni og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda olishga harakat qiling. Og'zaki javob foydali, lekin keyin isbotlash qiyin. Agar masala oddiy bo'lsa, og'zaki tushuntirish yetarli bo'lishi mumkin. Lekin pul kamaygan, ustama tushmagan, hujjat yo'qolgan yoki qayta hisob kitob rad etilgan bo'lsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda sabab, asos va keyingi harakat yo'li ko'rsatiladi. 6-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Agar sizdan qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lsa, uni imkon qadar tez topshiring. Ayniqsa talabalik ma'lumotnomasi, nogironlik muddati, yashash joyi, bank rekviziti kabi hujjatlarda kechikish to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat, odam hujjatni olib kelishni bir oyga cho'zadi. Keyin esa nega to'lov to'xtadi deydi. Tizim hujjatsiz ishlamaydi. Birinchi ehtiyot chorasi, ijtimoiy tarmoqlardagi tekshirilmagan xabarlarga ishonmang. Hamma pensionerlarga falon summa berilar ekan, ariza yozsangiz darhol katta pul tushadi. Faqat bugun ro'yxatdan o'ting degan xabarlar ko'pincha noto'g'ri yoki chala bo'ladi. Rasmiy manbani tekshiring. Hech kimga karta raqamingizning maxfiy kodini, SMS kodini, bank ilovasi parolini bermang. Ustama olish uchun hech qachon begona odamga SMS kod aytilmaydi. 2-chi ehtiyot chorasi, vositachilarga pul bermang. Agar kimdir men sizga ustama chiqarib beraman, oldindan pul bering desa, juda ehtiyot bo'ling. Qonuniy ustama huquqingiz bo'lsa, uni rasmiy tartibda olasiz. Hujjat tayyorlashda yordam beradigan yaqin odam bo'lishi mumkin, lekin davlat to'lovini tanishingiz orqali chiqarish shart emas. Eng yaxshi yo'l rasmiy idora. Rasmiy ariza va rasmiy javob. 3-ehtiyot chorasi. Pensiya kamaygani darhol xulosa qilmang. Avval sababini tekshiring. Ba'zan bir martalik to'lov tugagan bo'ladi. Ba'zan qarzdorlik ushlab qolingan bo'ladi. Ba'zan bank komissiyasi yoki karta bilan bog'liq holat bo'lishi mumkin. Ba'zan esa haqiqatan ham xato bo'ladi. Xatoni topish uchun soat kerak taxmin emas. 4-ehtiyot chorasi. Eski hujjatlarni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi eski ma'lumot, sud qarori, guvohnoma, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, bank rekviziti, oldingi murojaatlarga berilgan javoblar saqlanishi kerak. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga qayta hisob kitobda asos bo'lishi mumkin. Men bu yerda pensionerlarning farzandlari va nevaralariga ham alohida murojaat qilaman. Ko'p ota-onalar idoraga borishga uyaladi. Hujjat so'rashdan tortinadi yoki menga tushuntirib berishmaydi deb o'ylaydi. Siz ularga yordam bering. Bank ilovasidan tushumlarni ko'rib bering, SMSlarni solishtiring, hujjat papkasini tartibga keltiring. Lekin ularning roziligisiz shaxsiy ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar ota-onangizning pensiyasi birdan o'zgargan bo'lsa, ularni ayblamang. Siz tushunmabsiz demang, birga tekshiring. Masalan, oxirgi 3 oy tushumini yozib chiqing. Qaysi oyda farq bo'lganini belgilang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Oddiy tartib intizom ko'p muammoni hal qiladi. Ba'zan bitta telefon qo'ng'irog'i bilan masala oydinlashadi. Ba'zan esa ariza kerak bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, pensionerning hujjatlari bitta joyda tursin. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, bank rekviziti, tibbiy ma'lumot, arxiv hujjatlari alohida papkada bo'lsa, idoraga borganda odam sarson bo'lmaydi. Ko'p vaqt hujjat yetishmagani uchun ketadi. Tayyor odam esa masalani tezroq hal qiladi. Ko'p odam so'raydi, ustama hammaga beriladimi? Men javob beraman, hamma holatda bir xil emas. Toifa, pensiya turi, hujjatlar, hisob kitob asosi va rasmiy qaror muhim. Shuning uchun qo'shningiz olgani siz ham aynan shuncha olasiz degani emas. Lekin bu siz tekshirmasligingiz kerak degani ham emas. Yana so'rashadi. Agar ustama tushmasa nima qilaman?
Avval to'lov tarkibini aniqlaysiz. Keyin hujjatlaringiz to'liqligini tekshirasiz. Agar huquqingiz bor deb hisoblasangiz, yozma ariza berasiz. Javobda rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Sababga rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin. Yana bir savol. Pul kechiksa bu ustama yo'q deganimi? Yo'q. Har doim ham emas. Bank kuni, texnik jarayon, hujjat tekshiruvi, qayta hisob-kitob yoki hududiy to'lov jadvali sababli kechikish bo'lishi mumkin. Lekin kechikish odatdagidan uzoq davom etsa albatta aniqlashtirish kerak. Yana so'rashadi. Ariza bermasam ham tushadimi? Ba'zi holatda avtomatik tushadi, lekin avtomatik tizimdagi ma'lumotga tayanadi. Ma'lumot to'liq bo'lmasa sizning huquqingiz ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Avtomatik bo'lishiga umid qilish mumkin, lekin tekshirish zarar qilmaydi. Bugungi eng muhim fikr shuki, kuzgi ustama oddiy hammaning pensiyasi bir xil oshdi degan masala emas. Bu yerda toifa, hujjat, ariza, qayta hisob-kitob. Bir martalik farq va doimiy qo'shimcha kabi jihatlar bor. Kimdir avtomatik oladi, kimdir hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Kimdir esa pul tushgan bo'lsa ham uning tarkibini tushunmagani uchun noto'g'ri xulosa qiladi. Men sizga maslahat beraman. Oxirgi 3 oy pensiya tushumini tekshiring. To'lov tarkibini aniqlang, hujjatlaringizni tartibga keltiring va zarur bo'lsa yozma ariza bilan murojaat qiling. Ayniqsa kam pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, ishlayotgan pensionerlar va hujjatlarida o'zgarish bo'lganlar bu masalani e'tiborsiz qoldirmasin. Sizda kuzgi ustama bo'yicha qanday holat bo'ldi? Pul tushdimi? Kamaydimikan deb xavotir oldingizmi yoki hali tekshirmadingizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri tekshiruv pensionerning bir necha oylik haqini joyiga qo'yishi mumkin.